Shou biznesda yana keskin bayonot. Jahongir Otajonov ochiqchasiga gapirdi va bu safar gap juda jiddiy. Yulduz Usmonova bilan duet aytmayman, chunki uni shaxs sifatida hurmat qilmayman. Duet kim bilan aytaman mana misol uchun. Kim hozir o'zi jonli ijroda ashula aytyapti? Masalan, Yulduz Usmonova mana. Eskidan. Yulduz Usmonova bilasizmi? Yulduz Usmonova yaxshi san'atkor, har doim san'atkor sifatida uni maqtaganman. Gulsanam Mamazoitova bor, manimcha. Xo'p, endi Gulsanam haqida boshqa atenda gaplashamiz. Yulduz Usmonova meni shaxs o'laroq qoniqtirmaydi. O'shaning uchun men bilan aytmayman. Endi u ham men bilan ishga tayyoram deyolmayman. Lekin san'atlari yoqadi. San'atkor sifatida endi ki hozirgacha ketdi, demak yaxshi san'at. Buni tan olishimiz kerak. Lekin endi san'at zo'r deb aytilmaydi. Biz san'atkorimizga odamlarga ma'naviy o'zimizni kasbimiz orqali ozuqa berishimiz uchun har tomonini hisobini olishimiz kerak. Biz bilan ashula aytsam, ashula zo'r bo'ladi, faqat pul topish emas. Bu yozilgan ashula uzoq yillar davomida insonlar o'zi sezmagan holda ozuqa olib berishi kerak. Va sani hurmating o'shanda yashaydi uzoq. Bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu juda qattiq gap bo'ldi. Oralarida nima bo'lgan o'zi? Bu ochiq konfliktmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu rostdan ham jiddiy muammo bormi yoki shunchaki keskin fikrmi? Izohlarda yozib qoldiring.